Türkiyədə yeni belgilamalarga asosan Türkiyə puhralығы o'tish uchun kerakli bo'lgan sarmoya 2 million dollardan 500 ming dollarga, Türkiyədə muqim mulki bor bo'lgan chet elliklarning Türkiyə puhralығы o'tish uchun kerakli bo'lgan eng tuvan chek 1 million dollardan 250 ming dollarga tushirilgan edi. Türkiston agentligining xabar qilishicha, bu yangi belgilama nurg'un davlatlarning diqqatini tortgan bo'lib, Xitoydanmi buningga inkas keldi. Xitoy manbalarida ko'zga chelqadigan bos pulni ol turk kimligini degan mavzular ostida e'lon qilingan uchurlar diqqatni tortdi. Xitoyda tarqalgan bu e'lonlar davlatning qo'llashi bilan yurgizilgan edi. Bu haqda fikr bayon qilgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash, Xitoylar hukumatning qo'llashi bilan Turkiyadan muqim mulk setib oladi va Turkiyada o'ltiraqlashib qal'ani ichidan ishg'ol qilish beyiga tushadi. Xitoyning Sharq Turkistonga ko'chman qiyofatida kirib keyin vahshiylashganligini tajriba qildik. Lekin Sharq Turkistonda boshdan kechirgan bu ish Turkiyada yana bir qatim takrorlanmasligi lozim. Xitoyning saxtapazligidan har vaqt ho'shar bo'lmoq kerak dedi. Xitoy ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonda musulmon turklarga qarshi sistemlik bostirish, zulm va assimilyatsiya siyosatlari orqali irqiy qirg'inchilikni keng vahshiy bir shaklda elib bormoqda. Xitoyning yig'ilish lagerlariga qamalgan Uyg'ur ayollarning turli dora va ukullar orqali tug'mas qilib etilganligi o'ttirg'i chiqdi. Ilgari lagerlar qamalgan va turli sabablar bilan erkinlikka erishgan ayollar axborot vositalarining ziyoratlarini qabul qilganda lagerda o'zlariga noma'lum dorilar berilganligini va qarallik ukul selinganligini aytgan edi. Xitoyning Sharq Turkistondagi atalmish qayta tarbiyalash lagerida 1 yildan ortiq qamalgan 54 yoshli Gulbahor Jilulova Fransiyada 24 qonunning ziyoratini qabul qilganda bizga doim o'kil salatdi, qisqa vaqt ichida bizga urilgan o'killardan keyin odat ko'mas bo'lib qolganligini bayqadik dedi. Hong Kongda davomlashayotgan namoyishlar sababli Xitoy chegaraga yuzlagan harbiy avtomobil avatib vayv qildi. Xitoy armiyasi namoyishlar davomlashayotgan Hong Kongga harbiy avtomobillarni avatmoqda. Hong Kongga yaqin bo'lgan Shinjinda necha yuz bironlikdan tarkib topgan harbiy qism paydo bo'ldi. Hong Kongdagi namoyishlarning yaqindan buyon texnik shiddatli holiga kelishi bilan andishlari kuchaygan bir qism g'arb davlatlarining bayonotlari Xitoyning noroziligini qo'zg'adi. Xitoy bu bayonotlarning ichki ishlarga aralish bo'lganligini aytdi va g'arb davlatlarini Hong Kongdan yiroq turish haqida ogohlantirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu voqealarning kishini andishiga soladigan darajaga yetganligini bildirdi. Pakistan Hindistonning Jammu Kashmirda yo'lga qo'ygan cheklamalari va Jammu Kashmirning avtonomiya salohiyatini bekor qilish qarori haqida Pakistan Tashqi ishlar ministri Shah Muhammad Qurayshi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Jammu Kashmir to'g'risida jiddiy yig'in etish kerakligi haqida maktub yo'llaganligini bildirdi va Hindiston hukumatining yaqindan buyongi harakatlarining Jammu Kashmirning xalqaroda qabul qilingan avtonomiya salohiyatiga qasddan ziyon yetkazishni maqsad qilganligini aytdi. İran taratqullari Angliyaga qarashli Jabal Tariq doiralari o'tgan oy musodir qilingan Eronga tava Jaraki bir nomli neft paraxotining tunugun kech qo'yib berilganligi xabar qilindi. Lekin Jabal Tariq doiralari Eron taratqullarining xabarlarini inkor qildi. Eron rasmiy xabar agentligi Erna musodir qilingan paraxotning bugun qo'yib berilganligini xabar qilgan edi. Qisqa vaqtdan keyin yerim rasmiy holatdagi Fars xabar agentligi Jabal Tariq doiralaridan olgan uchurlarni e'lon qildi. Fars Eronga tava neft paraxotining qo'yib berilganligini uqtirdi.